Assalomu alaykum azizlarim, sizlarga eng zo'r hamma orzu va niyatlaringizni amalga oshiruvchi texnikamni bermoqchiman. Buning uchun bizga bir stakan toza shaffof suv, ya'ni qaynatilmagan xona haroratidagi suv bo'ladi va suvni oldiga kelasiz. Har kun 21 kun davomida bir kun ham qoldirmasdan ya Latif 129 marta aytasiz, ya Vasiy 137 marta aytasiz, ya Vadud 100 marotaba aytasiz har kuni. Va bu zikrlarni aytib bo'lgandan so'ng duo va niyatni aytib, yakunida suvni minnatdorchilik bilan ichasiz. Har kuni bu narsani odatga aylantirsangiz, o'zingiz orzu qilgan juftingizni uchratishga yordam beradi, nasibarisini kengaytirishga, qalbni yengillik, sukunat paydo bo'lishiga, g'am, xavotir, tushkunlikni kamayishiga, insonlar bilan munosabatingizni yaxshilanishiga, dard, yolg'izlik, ichki bo'shliq sekin-asta kamayishiga, duo va barcha tilaklaringizni tez orada ijobat bo'lishiga yordam beradi. Azizlarim, albatta bu texnikani hayotingizda har kuni 21 kun emas, butun umringiz davomida qo'llab ko'ring. O'shanda menga natijasini aytasiz. Misol uchun yaqinda ya Malikul Mulk haqida texnika bergan edim, ya'ni har kuni 1001 marotaba aytasiz va sizga kerakli summani ovoz chiqarib aytasiz va suvni ichasiz. Mana shu texnikadan hozir Telegram kanalim natija bilan to'layapti. Telegram kanalimga a'zo bo'ling. Bunaqa texnikalar juda ham ko'p. Linkini opisiyadan topishingiz mumkin. Kanalimizni topish uchun Telegram platformangizga xuddi shunday qilib Simara 369 deb yozasiz va mana bizni asosiy kanalimiz linkini mana shu yerdan topasiz. Mana bu asosiy kanal emas, mana zaявка yuborasiz, podat zaявкаga kirasiz va siz asosiy kanalimizga ulanasiz.